شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصني الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصني الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli kardeşler, biz aldığımız saatlik dersimizde Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ar-Rahmanir-Rahim degan oyatning tafsirisini qilib ketib etib, Allah subhanahu va taolaning insonga bergan ne'matlarining son sanoqsiz ekanligi, buning qarata biz hamda etishga to'limi haqli, Allohning madhiyaga to'limi loyiq ekanligini so'zlab ketayotgan. Ya'ni shu gapimiz oxirlashmagan, Allohning bizga bergan ne'matlarini sanab kelayotgan. Shu qatorida bugun davomlashimiz, ya'ni kitobimizning 59-betdagi Manhajulloh subhanahu va taala yaqtadi minna alhamda degan o'rindan boshlaymiz. Ya'ni Allohning bizga bergan hamdiga loyiq bo'lish, hamda aytishga tegishlik ne'matlarining birisi Allah subhanahu va taala bizga dunyoda mangadigan yo'limizni ko'rsatgandiki, mana bu bizdan Allohga nisbatan hamda aytishni taqozo qiladi. Chunki Allah subhanahu va taala o'zining yo'lini, manhajini bizga yaxshilik yo'llarini ko'rsatib, yomonlik yo'llaridan bizni yiroqlashtirish uchun buni tushirgan. Allah subhanahu va taolaning o'zining payg'ambarlariga tushgan manhaji orqali Allah'ның bizge muş kainatını yaratıp bergenligi, bizni yaratganligi, muş qatarlıqlarning hammini bizge şu yol bildirdi. Biz dersimizden başka kısımlarda dep ötken qarindoshlar, bizning bu dunyodagi masalasimiz bir imtihon maydonidagi masalasi yoki jinoyatni yuyish masalasi. Biz jannatda asli ne'matlar ichiga yaratilgan bir xalq biz. U yerda o'tkazgan xatoligimiz tufaylidan jannatdan chiqarildik. Asli jazolanishga tegishli Allohning adli adolatiga kelsak, Alloh shu bizni xatoligimiz tufaylidan jazolashi kerak. Ammo Allohning rahmati adlidan ustun bo'lg'achqa bizga shu xatolikni yuyish fursatidan birini berdi. Endi fursatdan birini beriblar, dunyoga tushiblar, o'zingning ahvolga qarab bir ish qilib, qana qilinglar, gunohlarni yuying desa, yana izlanmay olmaydi. Ammo bizning to'g'rini topa olishimiz natoyin. Atrofimizdagi koinotlarning eng nozik ravishda, qaltis ravishda yaratilishi, fadiqqatul xalq ve onun büyük şekilde yaratılışı bizge gerçi bu yerde katta bir ilahның bağlılığı bizni başlap kuyalısımı. Etrafımızga qarab turib, zadı bu asman zeminning bu inçkilik intizamı, inçki orunlaştırılışlarının çokum kendini bir büyük bir güç var, bir yaratquchi var deganni biz tapa olsaqmi, ammo bu ahvollar bizga zodi mush yaratquchining kim ekanligini, bizdan nimani xohlaydiganligini, biz qanday mansaq shu zotning roziligiga erishib burungi jinoyatimizni yuya oladiganligimizni deb bermaydi. Andogan kim qanday qiladi? Allohning yana bir rahmatining birisi, Alloh o'zining payg'ambarlarini bizga avatdi. Alloh bizga payg'ambarlarini avatdi. Nimishqa ular bizga ma koinotni yaratgan zot, bizni yaratgan zot Allah deganni deb berish uchun payg'ambarlarni avatdi. Buning o'zimi bir rahmat, bu ham hamdini bizdan talab qiladi. Hamda aytishga tegishlik, shukr aytishga tegishlik, sana aytishga tegishlik ish ekanligini bizga ifodalaydi mushuni. Agar bizni o'z yo'limizga qo'yib o'tgan bo'lsa, dunyoga keldim, burungi jinoyatni yuyish uchun to'g'rini qil, to'g'rini tevhid qil degan bo'lsa, tabiiyki dunyodagi alomatlar, faktlar, dalillar bir ilohning, bir kuchning borligini ifodalasimi, ammo uning nima ekanligini bir aniq shaklda tam zodi qaysi yo'lda mangsak
bizning nijotliq erishganligimizga bizni deb bilinmaydi. Unda bo'lgandan keyin biz yetakchiga kerak. Bu yetakchi dal Alloh tomonidan avatgan payg'ambardir. Bu mu Allohning bizga qilgan bir ne'mati, biz mushuningga qarta rahmat hamd aytishimiz kerak. Yani Allah subhanahu wa ta'alaning dunyoda bizga ko'rsatgan yo'li bizga haq bizdan nimani iroda qiladi, qanday ibodat qilamiz, bu nuqtalarning hammani bayon qildi. Bu mu Allohga madhiya o'qishni talab qiladi. Alloh jalla jalaluhuning yo'li bizga yo'lni berdi. Hayot uslubimizni bizga haqiqiy shaklda yo'l qo'yib berdi. Demak, Alloh subhanahu wa ta'ala orimizni hech kimni o'tirini ayirmaydi. Hech kimdan ortiq ko'rmaydi. Illoki taqvoliklar Taqvolik bilan insondan ortiq bo'ladi. Undan boshqa insonning hammasi Allohning oldida barobar. Bizning hammamiz Allohning oldida o'xshash bir xalq. Demak, bu yerdagi Haq subhanahu va taolaning shariati, Haq subhanahu va taolaning so'zi, Haq subhanahu va taolaning qadosi, hukmi hammasi Alloh tomonidan kelgan. Ammo insonlar tuzgan qonuniyatlarning ma'lum bir xohishdir bo'lib, ba'zi tabaqalardan ayiradi. Ba'zilarning haqqini, ya'ni ba'zilarininki haqqining hisobiga oladi. Ya'ni ba'zilarning haqqini chang tutadi, boshqalarga berish, ba'zilarning haqqini oladi, boshqalarga berish. Demak, shunga inson tuzgan har qanday prinsipni inson orasidagi bir zulmni topa olamiz. Insonlar tuzgan har qanday prinsip, har qanday shariat, har qanday yo'lda insonlarning ma'lum tabaqasi, ma'lum sinfi, ya'ni ma'lum sinf, ma'lum tabaqalarga zulm qilganini ko'ramiz. Masalan, olsak kommunist davlatlarga kelsak, bugun bunda davlatlardagi markaziy komitetning a'zolari shu davlatdagi ne'mat sohiblari, rahat sohiblari shu, huzur sohiblari, ammo xalqning hammasi xafalikning ichida. Chunki Mao kommunist davlatlarining qonunlarini yo'l qo'ygan odamlar dal o'zining xohishiga ergashib, o'zlarining manfaatini, butun manfaatlarini ustida qo'ygan yeri bor. Kapitalistik davlatlarda ahvol shu. Ya'ni kapitallar, ashab rasul mal, ya'ni kapitallar butun yaxshilikni oladi, lekin Alloh subhanahu va taolo bizga shariatni tushgan vaqtida kishilarning o'tirisida adolatlarni hukm qildi. Har haq egasiga o'zining haqqini berdi. Zaminning ustidagi hayot insoniy xohishdan yiroq shaklda Allohning adliga bo'ysungan shaklda bo'lgan vaqtida an zaminning ustida hayotning qandoq ra'rus, qandoq o'lchamlik ma'nodaligini bizga o'rgatdi. Buning o'zi bir ne'mat. Bu bizning Allohga hamd aytishimizni taqozo qiladi. Allah subhanahu va taolo dal bizdan bir hamdiga loyiq. Chunki Alloh bizdan olmaydi, lekin bizga berdi. Har asrdagi insonlardan foydalanishga urinadi. Ular insonlarning qo'llaridagi mol, dunyolarni sömürdi, lekin Alloh bizning qo'limizdagi narsalarga ehtiyojli yo'q. Alloh bizga ba'zi berdi-ki bizni olmaydi. Har shayning xazinasi, har shayning manbasi Allohning qo'shida. Qur'oni Karimda Alloh buni tilg'alib, "Va in min shay'in illa 'indana khaza'inu va ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum." Har shayning xazinasi, her şeyin mənbəsi bizning qishimizda, biz uni ma'lum shaklda taqsim qilib birimiz davodu. Demak, Alloh subhanahu va taolo o'zining xalqiga davom beradigan zot. Xalqlar doim Allohning ne'matlaridan oladi. Demak, Allohga ibodat qilish, ya'ni ubudiyat lillah, Allohga bandichilik qilishmi sana bir narsalarni beradi, sendan olmaydi. Demak, Allohga qul bo'l deganning o'zi sana bir narsa berman deganlikka, sendan olaman deganlik emas. İnsanlardaki ahvolning dal aksicha, insonlarda menga ishla, menga bo'ysun, menga xizmatkor ol degani, menga qilib bergin degan bo'ladi. Ammo Alloh menga qul ol, menga ibodat qil, menga bo'ysun degani, mendan ol degani. Buning o'zimi bir ne'mat, bu ham hamdini taqozo qiladi. Shunga alhamdulillah deymiz. Alloh subhanahu va taolo o'zining birishda hatto menda bir ahvol bor. Alloh insonlarga bir narsa birishda inson o'zidan so'rashni yaxshi ko'radi. Biz Alloh bizga falon narsani bergin desak, Alloh suyunadi. Allohga duo qilishni yaxshi ko'radi. Alloh bilan yordam talab qilishni yaxshi ko'radi. Va buning o'zimi bir ne'mat bo'lib, hamdini taqo. Chunki Alloh bizni dunyodagi xorliqdan saqlaydi bu orqali. Biz Mahmaddan so'maymiz, Allohdan so'raymiz. Mahmadning qashiga yolvorib bormaymiz, Allohga yolvorib boramiz. Alloh mushtalam davotida dunyoda. Sen buningga yolvorma, buning quli so'nma, buning oldida sog'ama, mendan so, men senga beraman davotida. Masalan, sen
nüfuzluq bir kişiden bir narsa soğan taqdirinde çoqum sana bir vaqtdan birini belgilep turdu. Randov dep qoyumuz go, mav'id dep qoyumuz. Yoki sözleşdigan palani saat kiling deydi. Yoki sözleşdigan muddatni belgilep turdu. 5 minut vaqtingiz var. Derhal sözlang dep. Belkim sana sıkılıp turuplam bu görüşmeni, bu uçuruşni amaldan qaldırışı mümkün tügüt boldu. Uçuruş bu yaxşı bolsun dep, şunda sizden xaplaydigan gapni birini anglasa, meseleni tügütüşü mümkün. Lekin Allah subhanahu wa ta'ala'nın işke davam uçuq. Siz xalagan osmonga qo'lingizni ko'targan vaqtingizda Robbingizning qishidasiz. Siz xalagan yaxshi ko'rgan vaqtingizda duo qila olasiz. Allohdan xalagan narsani so'ray olasiz. Allah sizga siz istaganni sizga yaxshi bo'lsa beradi. Agar sizga yomon bo'lib qolsa, sizga bermaydi. Allohning berganini siz uchun foydali, bermaganini siz uchun foydali. Siz bir şeylarni menga yaxshi bo'ldi, menga bu ish foydali deb turib tilaysiz. Allah'ın nazarida sizga foydali bo'lsa, Alloh uni sizga beradi. Agar Allohning nazarida u sizga ziyonli bo'lib qolsa, Alloh uni bermaydi. Demak, siz duo qilgan vaqtda Allohning berganimi ham siz uchun, bermaganimi ham siz uchun. Bularning hammasi bir ne'mat. Bularning hammasi bizni hamda ayt da'vatidir. Madhiya ayt da'vatidir. Allohga sana ayt da'vatidir. Allah subhanahu wa ta'ala bizden ne sizden onun dua kılıp soraşne talep kılıp Kur'an-ı Kerim'de davatudu ve qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bunundan şefkatlik Allah olamdı. Bunundan şefkatlik Rabb olamdı. Hey dua kılınlar men birmen davatudu. Bu Allah'ın vədisi ki işenmesek bu dua qılmağanlığımızın özü işenmegenlik oludu. Bizim halimiz ne ola işenmesek? Allah dua kılınlar birmen davatıdı. Dümügen takdirde mi dua kılışım? Ama davatıdı Allah. İnnellezine yestekbiruna an ibadeti seyedhuluna cehenneme dahirin. Allah'a ibadet kılmaslık, Allah'a dua kılmaslık mutekabirlik hesabında cehennemden sebepleri. Yeni bir ayette وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ucibu da'vated da'i. Allah bunundan süyümlük, bunundan mehriban Allah olmaz. Bendilerim men hakkıda olsa, menden bir narsa tilemekçi olsa, men intayin yaqin. Qachon dua qilsa, dua qilgan odamning duosini men ijobat qilaman deb Allah Qur'onda va'da qilyapti. Shunchalar va'daning oldida biz nima uchun duo qilmaymiz? Buning o'zi hem bir nimet. Dua qil xalqa vaqtingda. Her zaman men sening tiligingni ijobat qilaman deganning o'zi bir nimet. Agar insonlardan mushunchalik bir ishni ko'rsak, qattiq suyunib, o'zimizni qo'yg'ili yer topolmagan bo'lardik. Biror rais yoki biror hukumatning boshliqlaridan, amaldorlaridan birisi sen xalqa vaqtda ishkim uchuq, xalqan narsangni tilaman sana birman degan bo'lsa, bizdan cho'ng odam bo'lmasdi. Voy biz degan pulunla yaqin, falonla yaqin. Bu her qanday gapimizni rad qilmaydi. Nima lozim bo'lsa, birdi deb sho'lgaylarimizni turadigan bo'g'aydik. Endi olamlarning Robbi, shu davlatlarning Robbi, shu raislarning Robbi bo'lgan Alloh deydi, ishkim uchuq kel. Men sana birman deydi. Buningdan qaysi bir mu'min suyunsin? Qaysi bir Alloh ishonadigan mu'min suyunsin? Buningdan katta ne'mat ularmi? Buning o'zi bizdan hamda için talab qilamdi, qilmamdi. Buni hammamiz bilamiz. Allah subhanahu wa ta'ala qalbingizdekini obdan biladi. Şoňaşqa sizga hatta ba'zi vaqtda so'masdanmi beradi. Masalan, bizning qalbimizda shuncha tilaklarimiz bor. Ammo ma'lum bir sabablar tufaylidan, ma'lum bir mashg'ulotlar tufaylidan so'rayolmadik, ammo qalbimizda bor. Alloh mushtaq avval ostida biz so'masaqmi beradi. Allah subhanahu wa ta'ala bir hadisi qudsiyda deydi: "Men shaghalahu zikri an mas'alati mening ibodatim, menga ibodat qilaman deb yoki men uchun xizmat qilaman deb, mening yo'limda mangaman deb mendan so'rash va mashg'ul bo'lib qolgan odam, mendan so'rayolmagan odam, duo qilishga fursat chiqmagan odamga men so'g'allarga bergandan katta yaxshi ne'matlarni beraman deydi Alloh. Allah'ın bu nimetlerini biz sanab tügütüp bulanmayımız. Allah subhanahu wa ta'ala'nın atası tügümeydi, hazinesi quruq dalmaydı. Siz kaçan Allah subhanahu wa ta'ala'nın sosunuz, tehimiz ziyadesi buldu Allah'ın kaçta. Siz kaçan sosun Allah'a hiç neresi kıynemez. Sizge onu beğenmekçi olan vaxtıda. Şairin bir şiirsi varken müşahakta. Deydi şair: "Hasbu nefsi izzen bi enneni abdun yahtafi bi bila meva'id Rabbi ve fi qudsihil azz velakin ana ulqi meta ve ayna uhibbu." Peki alqa meta ve ayna uhibbu. Mening
bir ben doğallıqımның özü mənə yeterlik pəxri. Mən özümün Allah'a ben doğallıqdan pəxrilenimen. Rabbim meni bir mev'idsiz, vakitsiz kızgın muamele kılıdı. Her zaman basam, her zaman işki uçuk. Falan vakti gel, bugün vakti gel deydiğen iş olmaydı. Allah özünün büyük, en aziz mukaddeslikini turup, lekin ben kaçan halısam, kaçan yaxşı görsem, nerede yaxşı görsem, onun uçuruşu alayım. Dep şair, özünün ki bendilikini pəxirlengen şekilde, Allah'ın bu nimetine şükür et şekilde davatıdır. Ondaqda demek Allah'ın atası bizden elbette hamdu sananı talep kılıdı. Allah'ın bir atanı beğenmegenlikinin özümü hamdu sananı talep kılıdı. Çünkü bəsim o bizden menfaatimiz için, bir işini beğenmegenim o hem bizden menfaatimiz için. Bunun hemmisi bizge faydalı işler. Bu bir nimet, bu Allah'a hamde için takazza kılıdı. Ondan başka biz davamlı üzdöksiz şekilde Allah'ın bizge bergen nimetlerini sanavatımız. Allah subhanahu ve ta'ala'nın ki muşu dünyadaki mevcutluğunu vacibel vücut şekildeki keskin şekildeki mevcutluğunun özü hamdini takazza kılıdı. Allah öz zatıyla hamdige layık. Allah kişilerin oturusunda adaleti boğması etti Allah'ın. Kişiler zeminde haddidin eşip özüne zulüm kılışkan bulattı. Meyli Müslüman cemiyet olsun, kafir cemiyet olsun Allah'ın bir kanunu ituama uğrunda zalimlarının aldığını kesidiğen, mezlumlarının kalbini şifalı kuruduğun bir kanuniyeti var. Meyli Müslüman olsun, kafir olsun, zalim boğallar, zulüm kıgallar her zaman halak olup gitmeklik. Muşumu Allah'ın insanlar oturustaki tecelli kılan bir edlisi. Muşu edli bulmagan olsa kişiler zeminde haddidin eşip zulüm kıgan buladı. Lekin Allah subhanahu ve ta'ala zalimlarga ibret kılıp zalimlarni jazolaydi. Kişiler zulümden korkudu. Dünyanın azabından qutup qalgan taqdirda ma'siyat, zulüm, mustabidligiga qarata Allah ahiretde hisobning oxirini chiqarish uchun Allah quchuraydi. Bunun o'zi bir hamdini taqozo qildi. Hamdiga loyiq bu ne'mat. Mazlum o'zining mukofotiga erishadiganligini biladi. Qalbi sal taskin topadi, qalbi orom topadi. Shuning orom topadi-ki, bir kunlar va zolimning dozoqda azoblanayotganligini görüdü. Onunla hasret dedim, qattiq hasretlenip ketmeydi. Özününki zulüm açıqının his duygusu sel yengillaydi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bunun özünün kainatının işlerini bitirip kılıdı. Allah'ın adlisini etkim qutlanmaydı ekanligini bilgen vaqtida mazlumning qalbi taskin topadi. Demek Allah'ın adlisi boğaz kalan zalim özünün cezasını tepivatıdı, mazlumning qalbi aram tepivatıdı. Bu bir nimet, bu bir hamde çıkıp tegişlik Allah'ın büyük nimeti. Biz özümüz elhamdülillah diye vaktimizdamış. Allah'a hamd edip elhamdülillah diye vaktimizda türlük his duygularımızı ifadeleyen bulumuz bir yerde. Elhamdülillah bir his duygunun simvolu bu. Yani umumusu da bir yerde bendiçilik hukumun ölçüsü aladı bu his duygu. Elhamdülillah diyenlik. Mensinden benden Rabbim diyenlik. Muhabbet his duygusunu ölçüsü aladı. Sana his duygusunu ölçüsü aladı. Şükür his duygusunu ölçüsü aladı. Allah'ın tunuğallık, marifet, irfan his duygusunu ölçüsü aladı. Biz elhamdülillah diye vaktimizde kalbimizde tutuştuğun bu his duygularının hemmesi Allah'ın mükemmelliği belki atasıga şükür kılışın aciz kılıdığın bir kılmedi sanalarını ölçüsü aladı. Yani deyimiz ki ey Allah senin belgelerini biz kanda cevap kaytırışını, kanda şükür etişini bilmeyimiz. Sen bu sözü ötüp tükense elhamdülillah. Elhamdülillah deyiş arkalık özümüzden kandak ifadeleşini bilemevatkan şu şükürümüzünü elhamdülillah arkalık ifadeleyimiz. Yani bu his duygularının hemmesi, bu hayacanlanışlarının hemmesi bizden kalbimiz, ruhi tarafımızdan geliyor. Kalbimizde uruluşudu. Andinkin cavarih azalarımızın bütün kainatka teşvik çıkıyordu. Biz şu hemdige hakiki çin manidin işensek, hem de bizge hakiki çin manidin görensek, tabii ki otomatik halette bizim kollarımız hareket geliyordu. Etrafta onun alametler görünüyordu. Tesiri görünüyordu onunki. Hem de adli gepemez. Hem de çin kalbinin çıkan vaxtıda insanı okşumagan şekilde, hem de etmeydiğallardan farklı şekilde bir hareket keldirdi. Bu elhamdülillah mana. Demek böyle ki elhamdülillah tillen şunda alam tekrarlap koyup ötüp ketadigan bir elfaz emas bu, söz emas bu. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah emas bu.
Lekin u avval bizning aqlimizda ne'matlarning uqumini bilish uchun aqlimizdan o'tadi. Aqlimizdan kechadi. Alhamdulillah deyish uchun bizning aqlimizda Alloh bergan ne'matlar bir-birlab o'tishi kerak. Bir-birlab ko'z oldimizdan kechishi kerak. Ondan keyin qalbimizda o'rnashadi. Ma Rabbim meni ajoyib ne'matlar bilan ta'minlabdi, yo'qdan bor qilibdi, onamning qop-qora qusqida, qarong'ulikda meni o'sib yetildiribdi, sog'-salomat dunyoga chiqaribdi, putqunimni saq qilibdi, boshqalar uni deb qalbda buning nisbatan ajoyib bir xil tuyg'u bo'ladi. Ondan keyin dal mushman hayajonlanadi. Bir xil ichidan bir xil minnatdorlik tuyg'usi bo'ladi. Ondan keyin bu hayajonlanish bizning badan a'zolarimizga o'tadi. Badan a'zolarimiz til boshliq butun badan a'zolarimizni ko'rsatadi. Ya'ni turib namoz o'qiymiz Allohga shukr aytib. Butun badanim titraydi, ko'zimdan yosh to'kiladi. Mush hayajonning hammasi atrofimga o'tadi. Texmo tushundirsak buni, ozroq buni texmo kengaytsak. Masalan deyli, men bir krizisga tushib qoldim. Bir mashaqqat yoki bir rasvolikqa boradigan bir ishga tushib qoldim, og'ir bir musibat oldim demdi. Birisi kelib, mening shu mashaqqatimni mendan ko'taribdi. Shu ishlarimni hal qildi, krizisimni bitirib qildi. Menga iqtisod berdi yoki ma'lum yo'l ochib berdi yoki endi mushta vaqtida men tunji qiladigan ish mush ishni aqlimda qabul qildim, qarab, ya ma adam menga bak esli yaxshiliklarni qildi ya, eng qiyin vaqtlarimda, jafoga tushib qolgan vaqtlarimda qishin bo'ldi ya deb, bu odamning qilgan bu yaxshiligini avval aqlimda o'ylayman men. Deymanki, bu odam minnatdorlik qiladi. Men bu odamga minnatdorlik bildirishim kerak deb. Ondan bu o'qon mening qalbimga tushib, yuragim titraydi, ma yaxshilik qilgan odamga nisbatan bir xil faloni deb, bir xil yaxshi ko'rma odam nima hisobda. Ondan keyin mening badan a'zolarim mushu hissiyatni, mush yaxshilik qilgan odamni rozi qiladigan bir ishlarni qilishga tarjima qiladi. Ichki hissiyatim haqiqiy ravishda bu odamga bir minnatdorlik bildirish tuyg'usilab qolsa, o'zim bilgan shaklda mush yaxshilikni qilgan odamni rozi qiladigan ishlarni qilaman. Ko'rishga vaqtimda tillarimda minnatdorlikni ifodalayman, kulki chiroy masalan, voy uni igizga boshlayman, to'yga boshlayman, uningga ikrom qilaman degandek, bu nurg'un ishlar yuz berdi. Bu hammasi men xalab qolmay yuz berdi. Agar haqiqiy qalbimda shu odamga minnatdorlik tuyg'usi bo'lsa, andan boshqa kishilarga bu odamning men qilgan yaxshiligidan, sexiyligidan so'zlayman. Ularmi uning boshqa bir ishlarni talab qilib, bir panoh tortib boradi. Demek bu yerdeki medhiyet dairesi kengayadi. Ne'matlar boshqa insonlarga tushadi. Demek menga yuz bergan ishning hammasi boshqa insonlarga yuz beradi. Shukr hamda doirasi kengayadi. Endi o'zimizning asli maqomiga qaytsak, agar Allohning bizga bergan ne'matni haqiqiy qalbimizda biz e'tirof qilsak, haqiqiy chin qalbimizdan buning minnatdorlik bildirsak, tabiiyki bizning ish-af'ollarimizda buning ifodalari ko'rinadi. Hatto atrofimizdagilarga ta'sir qilib, atrofimizdagilarmi xuddi menga o'xshash hayajonlanadi, menga o'xshash harakat qiladi, shuna kengayib bütün insanlar Allah'a hamd eytidigan, yani mandaq jetgan vaqtda Allohga minnatdorlik tuyg'usini ifodalaydigan bir holat shakllanadi. Mushtaqa vaqtda Allah bizga texnik ko'p ne'matlarni beradi. Chunki biz shu hamda shukr etish orqali Allah'ningki texnik ko'p ne'matlarga erishishga loyiq bo'lgan bo'lamiz. Yani hamda bizga Allohning ne'matlaridan texnik ko'plarni beradi. Alloh subhanahu va taoloning tuvanlik so'zining ifodasi bu, ma'nosi va iz ta'azzana robbuka la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi lashadid. Agar sizlar shukr etsanglar, tunusanglar ne'matni, men sizlarga texnik ziyoda qilaman deyotdi. Esinglar bo'lsin qarindoshlar, bizning qo'limizdagi har bir fursatning ketganligi, har bir ne'matning yo'qolganligi hargiz boshqa narsa emas. Faqat tunumag'anligimiz, chin tutanmaganligimiz, shukr aytolmaganligimizning ifodasi bu. Buning natijasi bu. Chunki Qur'onda haq va'da sahibi bo'lgan Alloh shunday va'da qildiki, la in shakartum la azidannakum. Biz qilayotgan yaxshi ish, agar bizning Allohga bo'lgan shukrimizni haqiqiy ifodalaydigan bo'lsa, bu ishimiz hargiz oxirlashmaydi, texnik davom qiladi. Bunun işini anla. Agar biz turayotgan ne'matning shukronasi haqiqiy Allohga yetgan bo'lsa, bu ne'mat hargiz yo'qolmaydi. Biz aytayotgan maktab haqiqiy Allohning roziligiga erishadigan maktab bo'lsa, bu hargiz taqolmaydi. Biz turayotgan bu jamiyatning
bu xil muhiti, bu xil vaziyati agar haqiqiy buning shukronasi Allohga yetsa, texmi kengaysa kengaydi-ki, bizga talashmaydi. Bizga kelayotgan musibatlar, bizning tarlishayotgan yo'llarimiz, taqalayotgan yo'llarimiz, itilayotgan yaxshi ishlarning hammasi shukronasi Allohga yetmaganligi uchun bo'layotgan ahvollar. Buni bilish chunki bu so'z haq so'zdir. Buning sohibi, bu so'zning qoida deguvchisi haq va'dagisidir. La tuhliful mi'ad. Allohga shunday xitob qilamizki, har duolarimizda sen va'daga xiloflik qilmaysan. Demak, mana shunga o'xshash ne'matga shukr qilish bizga texmi ne'mat beradiganligini biz tunishimiz kerak. Uningga shukr qilishimiz kerak. Unda bo'lganda bizga texmi ko'p ne'matlarni beradi. Demak, mushta mangsa hamda davom qiladi, ne'mat ham davom qiladi. Shukronimizdan uzilib qolmasa, ne'mat uzilib qolmaydi. Agar biz hayotimizning hammasiga bir ko'z yugurtib chiqsak, hozir qadar yashagan necha 10 yillik hayotimiz ko'z yugurtib chiqsak, shu hayotimizdagi har bir harakat bizden hamdini taqozo qiladi. Uxlagan vaqtimizda Alloh subhanahu va taolo jonlarimizni oladi. Uyg'ongan vaqtimizda uni qaytarib beradi. Buning o'zimi bizden hamdini taqozo qiladi. Masalan, Qur'oni Karimda bu haqda Alloh subhanahu va taolo deydi: "Allohu yatawaffal anfusa hayna mautiha." Ya'ni Alloh uxlagan vaqtida jonlaringlarni oladi. "Vallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha al-maut." Ya'ni o'lgan vaqtida Alloh jonlaringlarni oladi. Ölmegenlerinin canlarının olsun mu, uykuda olsun mu alır. Uykuda yerim canı alır hesapta. Ve yursilul ukhra ila ecelin musamma. Şu eceli tükümgenlerini məlum vaxtlıqca koyuyordu. Demek, uxluğa vaxtımızın özünün bir ölüm. Allah canlarımızda ağam buludu. Eğer ecelimiz tükümgen olsa, oyğanığa vaxtımızı qaytırıp bırıdımız ayetinin məzmunun boyunca inne fi zalika la ayatin li qaumin yetefekkerun. Bunu oylanıp bakış gerek. Bunu tefekkür qilish gerek. Allah'ın bu yerdeki iniq pak delillerini görüp çıqalayımız. Yani şunundaki uykudan uyg'onishning o'zi mu? Allah subhanahu wa taolo bizga jonlarimizni qaytarib berdi. Mushu qaytarishning o'zi Allohga hamd sana aytishni taqozo qiladi. Karvatdan qopgan vaqtimizda bizga harakat qilish iqtidorini Alloh berdi. Agar Alloh bermasdi, biz qo'polmaydik. Bu hamdini taqozo qiladi. Biz nashliqimizni qilgan vaqt Alloh bizga o'z fazlidan tamoqlarni hozirlab berdi. Çünkü tamoqlarni yaratgani Allah, bizga o'ndirib bergani Allah, rizq bergani Allah. Buning o'zi hamdini taqozo qiladi. Biz bir yo'lga tushgan vaqtida bizni ish o'rinlarimizga yetkazadigan har xil vositalarni bizga qulay qildi, bo'ysundirib berdi. Mayli biz mashinalik bo'layli yoki boshqa qatnash vositalarini ishlataylik. Alhamdulillah, Allohga hamd bo'lsin. Kişiler bilen paranlaşkan vaktimizde tilimizde sözleş iktidarını vergini Allah. Eğer xalqan bolsa gaskaça sözleyemeydiğen kılıda etrafımızda sözleyemeydiğen nurgun hayvallah var. Bizden başka kim sözleyeleydi mesela? Bunun özümü bizden Allah'a hem de içimizin taqozo qiladi. Xizmatlarimizga bağlan vaqtida biz rizq tapadigan, xizmatlarimizga qulay qildi halollash uchun. Bunun özümü hamdini taqozo qiladi. Uylarimizga qaytgan vaqtimizda Alloh subhanahu va taolo bizga ayollarimizni musahhar qildi. Bizga bolalarimizni rizq qilib berdi. Buning o'zi hamdini taqozo qildi. Agar ayollarimiz bizga musahhar qilmay, ayollar odamlar erlarga o'xshash mustaqillik, masalan, erlarga o'xshash mijoz yaratib qo'ygan bo'lsa, o ayollar bizni uyda saqlab turmagan bo'ladi. Ishdan qaytgan vaqtimizda kulimsirgan chiroylar bilan eshikni ochmagan bo'ladi. Buning o'zi bir ne'mat. Acaba bunu biz hem de etmamdık. Del bizden elhamdülillah degen bu ayetdeki aradıgan çönçümüz bu. Yani Allah'ın bergen her nimeti Allah'a hem de etini bizden soravatıdı. Yani hem de etmamıza davatıdı. Efsus biz nimetlerini sanap bulanmağaçka ya ki nimetlerini tunumağaçka bunun kadrini bilmevatımız. Yani Allah'ın rahmetini bizge elhamdülillah degen bir iki ağız sözünü ögütüp muşu arqılık muşu meselelerini bizge hal qilib berdi. Elhamdülillah Allah'a köp şükürler olsun, hamdler olsun. Demek dünyadaki hayat her hareketleri insanın hamdini taqozo qiladi. Şoňlaşqa insan daima Rabbiga hamd etiş kerak. Belki insan Allah'a üzüge yetken her qanday bir yaman iş qartama hamd etiş kerak. Mana bir xapılık yetdi, elhamdülillah deyişim kerak. Çünkü yamanlık dep qata qalgan kalım, yamanlık dep oylagan şu şey aynısı yaxşılık boluşu mümkün. Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhellezine amenu la yahillu lekum en terithun nisaa kerhan ve la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah ve 'ashiruhunna bil ma'ruf
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Belki sizler bir işlerini yaman görüşünler mümkün, lekin Allah onun da sizi bilmeydiğin bir yaşlıklarını onun koyuşu mümkün devatıdır. Şunu bizge bir hapılık yetse, bunun çoğun bir yaşlık var dep oylaş gerek. Bizge bir musibet yetse, çoğun bunun arıqsıda uçurunuyatkan bir yaşlık var oylaş. Bunu da hem de yetiş gerek. Emniyette hayatımızda bundan işlerini cık uçurayımız biraderler. Mesela bizlerge hayatmış yaşaş jarayonida nurgun hapılıklar geldi, nurgun musibetler geldi. Ama şu vaktinin özüde Allah'ın hükmüne razı olduk. Ya ki bazımız razı olmadı. Nimda iş kıldıqandı, ben bunda kılmasam. Ya ki bu nimde bir xil narazılık ifadeleri bolgan boluşu mümkün. Vaqt ötken sıra, zaman ötken sıra düşendik ki bularning hemmisinin arkasında bir hikmetler var ekan. Şuңlaşqa her işqa elhamdülillah deyiş gerek. Yani sen Allah subhanahu wa ta'alaga hem de aytgan bolsa, çünkü Allah'ın qadası hayırlık, Allah'ın hükmü hayırlık, Allah'ın sana takdir qilgani hayırlık. Meyli sen bu Allah'ın hükmünü yaxşı kö yoki yomon kö, yanla hayırlık. Çünkü sen bilmeyse Allah işinin xarakteri mahiyetini Allah biladi. Muşuningdek mana biz dünyada yüz bergen her işimiz qarata hem de aytishning özümü hem de aytish ve hamdning taqozolarının birisi. Biz bu hem de aytish orqali meseleni sizni yaratgan Allah'a qaytargan bo'lasiz. Hem de aytish orqali. Çünkü Allah sizga nimaning yaxshi bo'lganligini Allah biladi. Xo'sh, endi Fatihatul Kitap, elhamdülillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim degan Fatihatul Kitap, alemlarning Robbi bo'lgan Allohga hamd etishdan boshlanadi. Allah subhanahu wa ta'ala elhamdülillahi rabbil alamin deb boshladi bu surani, bizga shunday o'rgatdi. Nimishqa Rabbul alamin degan sifatni qo'shdi bu yerda. Ya'ni biz bir ikki hukm bor. Elhamdülillah bilan Rabbul alaminning o'tirida bir chiqiradigan ikki narsa bor. Allah'a hamd bo'lsin deganimiz Allah'a ibodat qilamiz deganlik bo'ladi. Allah'a ibodat degan gap Allohning ulug'iyat tarafi bo'ladi. Ulug'iyat ya'ni Allohning o'ziga iloh deb qarab, biz uning bandisi, quli deb qaragan taraf bo'ladi. Rabbul alamin da rububiyat taraf bo'ladi. Allah bütün insonlarningki parvarishkori. İbadetde mu'minlar ifoda qilinadi bu yerda. Rabb deganda mu'min, kafir hammasinin Rabbi Allah. Çünkü dünyaya hammasini Allah keldi, hammasini Allah parvarish qildi, hammasini Allah yetildi bu dünyada. Ama elhamdülillah degan ulug'iyat bu mu'minlar ifodasi. Bu ikki xil ifoda bunda keldi. Ya'ni ulug'iyat, rububiyat ifodasi. Desa elhamdülillah deganimiz ulug'iyat hamdisini ko'rsatdi. Ulug'iyat hamdisi demek mu'minlar aytdi demek. Yani Allah degan so'z ma'bud, haqiqiy ravishda ibodat qilinadigan zot demek bo'ladi. Haqiqiy ravishda ibodatning o'zi bir taklifat. Taklifat degan Allohdan bandalariga bo'ladi. Navg'ani xuddi bu yerdagi hamda avvalan Allohga bo'ladi. Ondan keyin hamda Allohning rububiyatiga, demak ikki xil hamda aytgandek bir ahvol. Birisi Allohning ulug'iyatiga, ya'ni biz ibodat qilyapmiz ya Allohga. Allah bizning ilohimiz ya, bizning oxiratimizga ega ya Allah. Bu nuqtaga hamda aytsak, Rabbul alamin kelgan vaqtda Allohning rububiyatiga hamda aytgandek. İki xil hamda, ya'ni shundan keyin bu hamda Allohning rububiyatiga qarata bo'lishini taqozo qildi. Allah bizni yo'qdan paydo qilganga, yo'qdan yordam berganga. Chunki ne'mat berguvchi har kishining qashda ne'mat hamdiga sazovor bo'lishi mumkin. Lekin Rabbul alamin Allohning ne'mat bergan tarafi bo'ladi. Bunda hammadan hamda aytishi mumkin, hammadan madhiyalishi mumkin. Ama teklif bo'yicha elhamdülillah deb ifodalangan ulug'iyat demek bir ishni qil, ibodat qil, menga bo'ysun demek bo'ladi. Teklifat degan insonlarning ba'zigina bo'ladi, mashaqqatli bo'ladi. Amaliyotda insonlar hayotdagi taklifatning qimmatini bilsa edi, Allohning ularni qil, qilma deb taklif qilg'imi ham deyotgan bo'ladi. Bu mashaqqat emas amaliyotda. Maishni qil, maishni qilma degani hayotdagi harakatdan to'qinish bo'lib qolmasin degani. Chunki Alloh shu bizni ibodatga taklif qilish, uni qil, buni qilish, uni qilma deyish orqali hayot insonlarning hayot harakatining to'qinishib qolmasligiga qiladi. Shunday insonlarning hayot harakati qanday davom qiladi? O'zaro moslashgan, bir-biridan kirishgan shaklda. Demak, birinchi ne'mat bu yerda yana Rabbul alaminga bo'lmasda birinchi ne'mat
ma'bud bo'lgan Alloh bizga o'zining ibodat manhajini yetkazdi. Ikkinchi ne'mat Alloh olamlarning Robbi. Ya'ni Allohning bizni bandam deganligining o'zi bir ne'mat. O'zi bir ne'mat. Allohning uni qilma deganining o'zi bir ne'mat. Annekin Rabbul alamin ikkinchi ne'mat. Mishaning o'zidan bir ne'mat chiqadi. Buning o'zimi ham hamdini taqozo qiladi. Cho'ng'ashqa alhamdulillah davatimiz biz. Endi dunyo hayotida Allohga itoat qildiganlar va osilik qildiganlar va mu'minlar va mu'min emaslar va ulug'iyat atosining ichiga kiradigan mu'minlar va rububiyat atasi desak bu hammalarni o'z ichiga oladi. Biz Allohning ulug'iyat atosiga qarata rububiyat atosiga qarata hamda aytamiz biz mu'minlar o'z tutimiz bilan. Chunki Alloh bizni ulug'iyat nuqtasidan bizga nurg'un atalarni in'om qildi, ne'matlarni berdi. Rububiyat nuqtasidan nurg'un ne'matlarni berdi. Ya'ni bizni bandam deb qabul qilganlikning o'zi, bizga iymon ne'matini berganlikning o'zi Allohning ulug'iyat ne'mati. Dunyoda yo'qdan bor qilib, tarbiyalab, o'stirib, yetildirib, mushu kamgacha bundan keyin bizga mush dunyoda yashash fursatini berganlikning o'zi rububiyat ne'mati. Ya'ni Alloh bizni yaratdi, Robbul alamin. Koinotning hech hammasi Allohning hukmidan chiqib ketmaydi. Bu noktadan biz Allohning ulug'iyat ne'matiga hamd aytamiz, rububiyat ne'matiga hamd aytamiz. Koinotning hammasi Allohning hukmidan chiqqan. Shuningdek insonlar dunyoda ne'matning davom qiladiganligini rububiyat atasi bilan xotirjam bo'ladi. Mayli musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin, Alloh bilan bo'ladi ekan. Alloh Rabbul alamin bilan bo'lgan ekan, dunyoni hargizmi ne'matsiz qo'yib qo'ymaydi. Chunki dunyoni paydo qilgan Alloh, dunyoga insonlarni paydo qilgan Alloh mu'min bo'lsin, g'ayri mu'min bo'lsin. Quyosh hargizmi yo'qab, men chiqmayman demaydi. Yulduzlar koinotda ba'zi-ba'zidan to'qinishib so'qilishamaydi. Zamin ziraatni o'ldirishdan chekinib turib olmaydi. Yer sharining havo qatlami zamindan yiroqlashib, kishilarning hammasi nafaslanmay o'ladigan ahvol bo'lmaydi. Bularning hammasi majburiy shaklda, Allohga itoat qilgan shaklda o'z xizmatini davom qiladi. İnsan Allah'ın bergen nimetinin davamlı huzurlanıdı, bahriman buludu. Meyli o insan mümin olsun, gayri mümin olsun. Bu Allah'ın rububiyet atası, rububiyet nimeti. Demek Allah subhanahu wa ta'ala bendilerini şunda hatırcam kılmakçı ki bu yerde. Rabbul alamin deyiş arkalık Allah bizi şunda hatırcam kılmakçı ki kainattaki bütün nesinin Rabbim. Men insanga xizmat qiladigan har qanday bir kuch insonga xizmat qilishni to'xtatib olmaydi. Buningga xotirjam qilmoqchi Alloh. Alhamdulillahi robbil alamin deyish orqali hammaning Robbi men demoqchi Alloh. Sen xotirjam bo'l demoqchi Alloh. Quyosh harakatini to'xtamaydi demoqchi Alloh. Dengizda harakatini to'xtamaydi demoqchi Alloh. Havo harakatini to'xtamaydi, su harakatini to'xtamaydi, zamin o'zining o'ndirish harakatini to'xtamaydi. Sen dunyoda yashay olaysan, xotirjam bo'l demoqchi. Chunki Alloh subhanahu va taolo koinot va koinot yaratgan barcha narsani kontrol qilib turadi. Alloh butun olamlarning Robbi. Mana buning o'zi hamdini bizdan taqozo qiladi. Hamda ayt davatida buning o'zi bir ne'mat. Hech shay kontrollikdan chiqib ketmaylik. Shuningdek mu'min inson siddan qo'rqmaydi. Qanday qo'rqsin? Alloh olamlarning Robbi tusa. Bugun mu'minning qaysi bir tamoq olmasa, o'shuning ishinidirki, Alloh unga rizq beradi. Chunki Robbul alamin u. Biroq krizisga uchrab qolsa, buning qalbi Allohga shu qadar xotirjamki, bu krizisni Alloh fat arada yechib o'tadi, mushaqqatni yo'q qiladi. Chunki Robbul alaminning Robbi u. Mening Robbim mushkilsizning Robbi. Biran ne'mat yetsa Allohni aslab uning shukr qiladi. Chunki olamlarning shu insonlarga ne'mat bergan, shuning ne'mat bergan Robbi u. Mu'minning qalbi bu qadar rohat bo'ladi. Mu'minning qalbi bu qadar. Chunki biz o'qiydigan shu sura Fatihadagi tunji oyat qilganligimiz Robbul alamin. Hech shay Allohning ilkidan sirt emas. Bizga yetayotgan har musibat, har durum, har holatlarimiz Alloh undan bexabar emas. Şu xotirjam bo'lish kerak, qalb xotirjam bo'ladi. Mu'minning qalbi bu qadar keng, bu qadar rohat. Alloh subhanahu va taolo olamlarning Robbi deganligini o'ziga qarata hamda aytilish kerak. Chunki mushuna deb bir bilan bizga nurg'un xotirjamlik berdi. Biz Robbul alamin degan mush bir sifatga taynib bilan xotirjam yashayapmiz. O'zimizning kelgusini qo'rqmayapmiz. Allohning koinotida Allohning amaliy irodasini cha'nab chiqadigan hech shay yo'q. Endi ulug'iyat atosiga kelsak Allohningki ilohlik, bandichilik o'tirisidagi bizga bergan ne'matlarga kelsak, buning mukofoti oxiratda. Dunyo iymonning sinab dunyosi, oxirat mukofot dunyosi. Kishilar Allohga ibodat qilmaydiganlar bo'lsa-mu, ammo rububiyat atosida, rububiyat ne'matlarida dunyoda mu'minlar bilan o'xshash huzurlanadi. Ammo oxiratda Allohning
uluhiyet nimeti fakat müminler bilen buludu. Allah'ın nimetleri cennet sahipleri bilen buludu. Allah'ın ataları iman etkanlar bilen buludu. Allah bu ayette Kur'an-ı Kerim'de "Kul men harrama zinetallahi allati akhraja li ibadihi vet tayyibati minir rizq. Kul hiye lillezine amenu fil hayatid dunya." Allah'ın bergen nimetleri, yaxşı rızıklar dünyada müminler bundan bəhrlenidu, ama ahirette haliseten yevmel kıyamete kıyamette müminlerle xas. Dünyada mümin mi bəhrlenidu, mümin emasların bəhrlenidu. Ama ahirette haliseten, halis müminlerinki. Ondan başka erişemeydi onunla. Kezalike nufassilul ayat liqavmin ya'lamun. Onun üstüge hem de yetişmiş dünyadan emas, ahiret dünya ahirette buluşacak. Allah her daima medhiyelinidir. Dünyada bütün halkıga bergen rububiyet nimeti bilen medhiyelense ve dünyada iman etkanlarga bergen uluhiyet nimeti bilen qanaqlansa hem medhiyelense ahirette mümin bendilerge bergen, mümin bendilerge bergen uluhiyet bilen medhiyelinidir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Kıyamet günüsü ahirette müminlerin Allah'a hem de etdiğalıqını tasvirlep ve qalu elhamdülillahillezî sadaqana va'dahu ve awrathana'l arda netabawwa'u minel cenneti haythu nesha feni'me ecrul amilin deb cennet kirgenler bu duanı kılıp Allah'a hem de etdi. Bizge öz va'dasini amalga oshirgan, bizge zeminni bergen, cennetin xalgan urunda bizni urunlaşqıla qo'ygan Allohga hamd bo'lsin deb qiyomat kunida hamd aytdi. Yana bir oyatda da'wahum fiha subhanakallahumma ve tahiyyatuhum fiha salam ve ahiru da'wahum enelhamdülillahi rabbil alamin deb qiyomat kunida mu'minlarning oxirgi duosi elhamdülillahi rabbil alamin deydi. Demek mu'minlar oxiratdagi ne'matga mu'minlar xos. Dunyodagi ne'matlar mu'min va g'ayri mu'minlarning hammasiga am. Bu noktadan Allah yana hamdiga loyiq. Bu noktadan Allah hamdiga loyiq. Xo'sh, endi biz elhamdülillah to'g'riliq elhamdülillahi rabbil alamin to'g'riliq gapni bu yerda to'xtatib Ar-Rahman Rahimga yetkelsak, yani hamdining taqozzolarining birisi, Allohga hamdi aytishga tegishlik Allohdagi sifatlarning birisi Ar-Rahman Rahim. Allohning Ar-Rahman Rahim bo'lganligining o'zi ham hamdi taqozzo qiladi bizdan. Hamdi taqozzo qiladi. Allah dunyoda o'z ne'matlarini bütün bandalariga rububiyat ne'mati sifatida berdi. Mu'minga mi berdi, kafirga mi berdi. Rububiyat atası Allah'ınki insan ölmezse üzülmeydi. İnsan ölgende üzüldü, bo'lmasa insan dunyodan qana qildigan, yaşaydigan, mengi rububiyet nimetinden ayrılıp qalmaydı. Allah subhanahu wa taala o'z ne'matlarini dunyoda bandlardan to'xtatmaydi. Allah'ın ne'matlari son sanoqsiz. Dunyodagi taraqqiy qilayotgan mayli kompyuter yoki elektronlik uskuna ondan boshqa bütün taraqqiy Allohlar birga hech qanday bir odamningki o'tirg'i chiqib men Allah'ın nimetlerini sanıya Allah'ım deginne biz uçurtanmayız. Onu diyemeyiz. Çünkü bir yerdeki istatistik kılış demek şu nimetlerinin hemmiske güç yetmek demek oldu. Güç yetmek. Halbuki sen bir neyse istatistik kılış kudretinde olmasa o neysini sanımaysa tabii ki. Sanıyamaysa onu. Madem Allah'ın nimetleri senin kudret dairandın. Güç dairanın sırtı deyken sen onunla kelenmeyse onu. Şu an hiç kimninki Allah'ın nimetlerini istatistik kılışqa hiç kim qadam ap olturğa çıkamaydı. Yani biz müşahede bir noktaga alohida diqqat qilishimiz kerak. Kainat insonga sıkılıdı. Ben bir öyning sahibi olsam, öyge mehmon chaqarsam, mehmon öyde mehmonning haqqini, mehmonning majburiyatini ado qilib, joyida o'ttamasa, o'z haddidan ossa, men bir xil siqilib, öy unuga ta kelgandek, dunyo insonga ta keladi. Bizga xizmat qilayotgan, majburiy xizmat qilayotgan bu dunyo, Allohning bizga majburlab bo'ysunib berishi bilan xizmat qilayotgan bu dunyo, osilarni kelgan vaqtda osilarga tar keladi, osilarga siqiladi. Chunki bu dünya bizga xizmat qilishga majburlangan, Alloh tarafidan bekitilgan bo'lib, Allohning prinsipi bo'yicha majbur shunmaydi. Ya'ni bizni bu dunyodan chiqarib etmaydi. Bizga beradigan suyni beradi, havosini beradi, nurini beradi. Lekin insonga majburiy xizmat qilgan har bir şey, insonning xizmatida bo'layotgan, insonga majburiy xizmat qilib berilgan har şey osini kelgan vaqtda siqiladi. Bu ne demek? Biz bir hadis-i quddisini o'qayla, Allohning bandalariga bergan rahmatidan azroq bir tunuymiz bu orqali.
Allah subhanahu wa ta'ala bir hadis qudusida bundaq deydi. Her günü quyosh chiqqan vaqtida, her günü quyosh chiqqan vaqtida osmon nido qiladi. Ey Rob, menga izn bersang, odam bolasining ustiga bir parcha azobni tushirсам deydi. Chunki u yaxshilikni niyat sana shukr etmedi. Dengizlar deydi, ey Rob, menga izn bersang, odam bolasini cho'ktirib o'tay. Chunki u yaxshiliklarini yeb, sizga shukr qilmadi deydi. Tog'lar deydi, ey Rob, menga izn bersang, odam bolasini ustiga dum ko'mtirib o'tay. Yaxshiliklarini yeb, sizga shukr etmedi da'vatida. Allah subhanahu wa ta'ala da'vatida bularga da'uhum qo'yinglar ularni. Men ularni yaratgan ekanman, ularga rahim qilman. Ularning bandalarim da'vatida. Men ularni yaratgan ekanman, ular mening bandalarim. Menga tavba qilsa, fa ana habibuhum. Men ularning do'sti, men ularning so'yginiman. In lam yatubu, agar ular tavba qilmasa, fa ana tabibuhum. Men ularni o'ngshayman. Men ularning doktori. Sizlar ustunlarga tushgan vazifani qilaveringlar, deydi Alloh. Mana bu Rahman Rahim sifatining tajallisi. İnsan asiy turib mushu koinotda bizga xizmat qiladigan har shayning o'z o'rnida qolib qolishiga qanday kepillik qildi ma rahmat, ma tajalli. Allohning Rahman Rahim sifati bu. Bularning hammasi bizga Allohning rububiyat ne'matlaridan xizmat qiladi. Bizning xizmatimizda Allohning bo'ysundirishi bilan davom qilib qoladi, chunki u Alloh Rahman Rahimdir. Agar bizning qilgan ishiga qarata muomala qilishib qolsa, biz yashay olmaymiz bu yerda. Bizga xizmat qilayotganlar to'xtaydi o xizmatidan. Misha kelgan vaqtida yuqorqi hadis qudusiga qarata ba'zi insonlar so'rab qilishi mumkin. Osmon, zamin va undan boshqa mahluqotlar, masalan, jonsizlar, o'simliklar, hayvonlar dunyosidagi mahluqotlar so'zlandi. Desa, biz bularga deymizki, shundoq. Biz uni bilmaydigan bir o'zining tili bor. Buni xalqi biladi. Ya'ni tunji yaratilishdan tortib Alloh subhanahu va taolo bizga mush mahluqotlarning o'zga bir tili borligini xabar qilgan. Qur'oni Karimda Alloh ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. Yani Allah osmonga, zaminga xitob qilib turib deydi, sizlar ixtiyoriy majburiy shaklda kelinglar deydi. Qalata atayna ta'in. Biz ixtiyoriy shaklda keldik deydi deb osmon zaminning o'ziga xos bir tili borligini bizga deydi Qur'onda. Demak, zamin, osmon ikkalasi Alloh subhanahu va taolaning maqsadini tushundi. Alloh subhanahu va taolaga biz o'zligimizni keldik dedi. Buning o'zi har shayning bir o'ziga xos tili borligining ifodasi. Alloh subhanahu va taolo Sulaymon alayhisalomga qushlarning tilini, cho'millarning tilini o'rgatmadi masalan. Tog'lar Davud alayhisalom bilan tasbih aytmadimi? Demak, Allohning har xalqining munosib shaklda bir idrokati bo'ladi, bir tuyg'ulari bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala bizga Fir'avnning qavmi to'g'risida so'zlagan vaqtida deb kelib, kam taraku min jannati wa uyun va zuru'un va maqamin karim va ni'matun kanu fiha fakihin. Bu Fir'avniylar o'zlari bahriman bo'layotgan nurg'un bog' bo'ston, buloq, ziroat, isil o'rin ne'matlarning hammani tashladi degani bundan quruq qoldi. Va kazalika awrasnaha qawman ahram. Biz bu ne'matlarni boshqalarga berdik. Bularning bu holiga fama bakat alayhimus sama'u wal ard deydi. Osmon zaminni yig'labma qo'ymadi da'vatida. Yani biz demak jo'g'inimiz bu munosabat o'g'ini zimindagi har shaydan o'zgishliq bir tuyg'usi. Osmon zaminni yig'lab qo'ymadi da'vatida. Ya'ni osmon zaminlarning infial bir hayajon tuyg'usi va yig'lash darajasiga yetadigan bir tuyg'u va bularda. Bular Fir'avnning qavmiga yig'ilmadi bu osmon zamin. Kimga yig'ildi? Mu'min, namoz o'qiydigan, Allohning manhajini tatbiqlaydigan inson dunyodan ayrilgan vaqtida buni bearam bo'lib yig'ildi. Ali radhiyallohu anhu bir asarda deydi, mu'min o'lsa, buningga ikki o'rin yig'laydi. Birisi zimindagi o'rin, birisi osmondagi o'rin. Zimindagi o'rin bo'lsa, bu namoz o'qib, uni baxtli qilgan, xushal qilgan, namoz o'qiydigan o'rni. Ammo osmondagi o'ringa kelsak, yaxshi amallar o'rlaydigan o'rin deb shunda deydi. Demak, bugungi darsimizning xulosalasak,
Allah'ın nimetleri bizge sanoqsiz, hatta Rahman Rahim'i biz nimet eçik tegishlik bir Allah'ın bizge bergen nimetlerinin qatarına Allah'ın Rahman Rahim sifatları. Muşu haqda so'zladik. İnşallah kerak saatlik dersimizde biz Malik Yevmiddin İyyake na'budu ve İyyake nesta'in degan mazmundan başlaymiz. Dersimiz bugün inşallah ahir başladı. Ahiru da'vana alhamdulillahi rabbil alamin.